Ey Xudo. Buncha ham peshonam sho'r bo'lmasa. Bechora Robinson Kruzo. Qayoqlarga ketib qolding? Holing ne kechadi endi? 1000 chaqirimdan berida tirik jon yo'q. Menga kim ham yordam beradi? Ey Parvardigor, kimsasiz orolda o'ligimni xor qilma. Yo tavba. Oxirgi bir donamni yeb tugatganimda ohimni eshitib menga rizq ro'z inom etding o'zing, Tangrim. Orolda yashay boshlaganimga bugun 3 yil to'ldi. Bu yerdan qutulib ketishga bo'lgan beadad ishtiyoq asta-sekin so'na boshladi. Darvoqe